Hey do'stlar, biologiyada olim yoki olimalarni qanday qilib eslab qolishimiz mumkin degan bir ko'pchilikda savol tug'iladi. Buni bir oddiy yo'llar bilan eslab qolsa ham bo'ladi. Aytaylik, Winger degan bir ismli olim, Winger degan bir ismli olim misol tariqasida olyapmiz, ya'ni Winger degan. Bu Winger ham ya'ni to'qima ism hisoblanadi. Endi shu eslab qolish uchun bir o'rgatish masalada. Winger degan ismli olim, ya'ni bu erkak kishi, hop demak u qushlarni o'rgandi deylik. Yoki u qayerda o'rgandi? O'rmonda o'rgandi. Endi Wingerda kitoblarda rasmini ham keltirib qo'ygan. Aytaylik, ko'zoynagi bor yoki yuziga bir dog' tushgan yoki sepkillari bor, yoshi kattaroq, oq xalatda o'rgandi. Endi mana shularni biz biologiyada yoki bo'lmasam tabiatshunoslik, tabiiy fanlarda bir eslab qolishimiz kerak. Qanday? Winger. Winger ismli degan olim ekan, qushlarni o'rganibdi, o'rmonda o'rganibdi, ko'zoynagi bor ekan va oq xalati bor ekan. Endi buni testda tushsa qanaqa bir yechamiz degan bir holatda mana ko'rishimiz uchun buni o'xshatishimiz kerak. Qanday qilamiz? Aytaylik, Wingerni biz aytaylik vilka deb nima qilamiz? Ya'ni o'zimizni bilgan, kundalik turmushimizda ishlatadigan bir oddiy bir narsa, ya'ni bir matoh yoki bir vosita vilka deymiz, hamda o'rmon, keyin ko'zoynak hamda oq xalat. Aytaylik, bir kishi vilkada qushlarni pishirib ovqatlanyapti. Aytaylik, bir qanaqadir bir tabakami yoki bo'lmasam qush go'shtidan nima iste'mol qilyapti. Qayerda? O'rmonda. Aytaylik, qush go'shtidan barbekyu qilyaptimi, boshqa narsami, o'zimizni ko'z oldimizga keltirgan holatda albatta. Keyin u ko'zoynak taqib olgan, aytaylik, ko'zoynak taqib olgan. Hamda oq xalatda o'sha yog' sachramasligi uchun oshxonalarda nima qilinadi? Xuddi shu narsani ko'z oldimizga keltiring. Aytaylik, vilkada o'sha qush go'shtidan barbekyu yeyapti, hamda o'rmonda albatta, tabiat qo'ynida, oldida suvlar oqib turibdi. Buni ko'z oldimizga keltirishimiz kerak albatta. Hamda yoshi katta insonligi uchun nima? Ko'zoynagi bor, oq xalatda, o'rmonda ko'zoynagi bor hamda vilkada. Wingerni vilka deb eslab qolamiz. Winger, vilka. Shunday qilib bir eslab qolsak bo'ladi. Albatta bu narsa osonlashtiradi. Hamda bu narsani o'rganish birdaniga bo'lmaydi. Misol biologiya fanida juda ko'p ismlari bor. Mana shuni bir shunday qilib bir eslab qolsak bo'lar ekan. Aytaylik, Winger ismli olimni biz qushlarni o'rgandi dedik, o'rmonda dedik, ko'zoynak hamda oq xalati bor ekan. Endi o'xshatish, vilka, o'rmon, ko'zoynak, oq xalat bitta obraz qilib turib, ya'ni o'xshatish orqali biz Winger degan ismni aytaylik qushlarni o'rganganligini, o'rmonda o'rganganligini, ko'zoynak hamda oq xalati borligini ko'rishimiz mumkin. Endi bu narsani o'rganish nimaga kerak? Birinchi o'rinda biologiyada ismlar ko'p. Testlarda tushib qoladi, milliy sertifikat yoki bo'lmasam biologiyaga doir detay imtihonlar tushib qoladi. Shu orqali bir eslab qolishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni birdaniga ko'plab ismlarni eslab qola olmasligimiz mumkin. Shuning uchun ham mana shu o'xshatish orqali eslab qolishimiz yana ham bir biologiya faniga qiziqish hamda o'rganishni osonlashtirish uchun yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, biologiyangizni o'rganishda davom eting.